Bismillahirrohmanirrohim. Assalomu alaykum barchaga. Hurmatli akalar, hurmatli ukalar, hurmatli kanalimizni muntazam kuzatib borayotgan do'stlar. Mana sarlavhadan ko'rishingiz mumkinki, misol uchun ma'lum vaqt oldin biz bitta mana shu zavodda ishlaydigan bitta inson bilan loyiha boshlagan edik. Mana shu loyihamiz bugungi kunga kelib ancha yaxshi natija berishni boshladi. Mana shuni sizlar bilan ham bo'lishkim keldi. Ya'ni har doim ta'kidlab kelaman, imkon qadar YouTube'da ishlaganda pul topganda topaveradi hamma, lekin yaxshi insonlar uchun foydali bo'lsin va undan tashqari juda kamida zarar bermaydigan bo'lsin. Bundan ham tashqari eng o'sha siyqasi chiqib ketgan mavzu, hamma qilayotgan yo'nalishda yurib siz yaxshi natija qila olmaysiz. Mana shu asosiy qonun. Mana shu qonunni to'g'ri tushungandan keyin muvaffaqiyatga erishishni boshlaysiz. To'g'ri tushunib amaliyotda qo'llay olsangiz. Demak, o'sha yo'nalish bo'yicha aytib o'tmoqchiman. Mana YouTube'da ko'radigan bo'lsak, mana shu ishlab chiqarishga yoki bo'lmasa mana shu stanok boshqalarga shu yo'nalishlarga moslashgan kanallarda juda ham prosmotrlar yaxshi bo'ladi. Chunki qiziqarli bo'ladi, qanaqadir bir o'sha jarayonlar odam zerikmaydi ko'rsa ham, boshqa qilsa ham. Shuning uchun albatta mana bu narsalarni albatta bu yerda obloshkasi boshqalarga ham e'tibor beriladi. Misol uchun mana bunaqa qilib turib chiroyli obloshkalar yasalishi, insonni o'ziga jalb qila oladigan mana bunday obloshkalar yasash, misol uchun mana bunaqa bu o'ziga yarasha ozgina mehnat talab qiladi. Mana shularni qila oladigan bo'lsangiz, mana bunaqa ishlar misol uchun juda ham yaxshi prosmotrlar oladigan yo'nalish hisoblanadi. Lekin bunda o'z-o'zidan bo'lmaydi. Uyda o'tirib qila olmaysiz yoki boshqa qila olmaysiz. Albatta buni orqasida harakat bor, mehnati bor. Misol uchun bitta zavodda ishlaydigan akamiz desak bo'ladi, yoshi kattaroq inson bor edi. O'sha menga murojaat qildi. Videolar olib, mana shunday qilib bersam, bitta kanal yurgizaylik, 1-2 so'm daromad bo'lsin degandi. Mana qisqa muddat ichida, endi qisqa muddat emas, bir oydan oshiqroq vaqt ketgan, taxminan 40 kunlar vaqt ketganda mana ancha yaxshi daromad ko'rishni boshladi kanal. Mana misol uchun 1-2 ta videolar olib qo'ydim. Qanaqa yo'nalishda? Misol uchun kimdir zavodda ishlaydi, bunday drobilka zavodlarida ishlashi mumkin. Yoki bo'lmasam, mana bunga o'xshagan, misol uchun mana biror narsani ishlab chiqarish zavodlari bo'lishi mumkin. Mana ko'ring, nimadir, misol uchun mana shayba deymiz, o'sha narsa yasalyapti misol uchun. Mana buni ko'rishimiz mumkin mana. Mana qoshiqchalar kichkina. Keyin bunday qiziqarli videolar, endi bundan hozir ko'payib ketdi, lekin qilsa albatta yaxshi ketadi bu ham. Lekin rasxodi bor. Mana bu narsalarni sotib olib boshqa qilib ishlashingiz kerak bo'ladi. Mamlaka mana nima deydimiz o'sha qo'rchoqlar uchun yoki boshqa anavlar uchun laklar. O'sha yoki bo'lmasa mamlaqa boyaga o'xshagan chiroyli qiziqarli videolar. Mana bular ham inson zerikmaydi. Ko'rsa maza qilib ko'rib o'tiradi, qani nima bo'lar ekan deb turib. Albatta mana shuning uchun shunaqa bir foydali joyda ishlaydigan bo'lsangiz, mana shunga aloqador bitta joyda ishlaydigan bo'lsangiz, albatta bunaqa ishlardan qilsangiz bo'ladi. Chiroyli natijasini beradi, qo'shimcha daromad qilish imkoniyatini sizga nima qilib beradi? Tug'diradi mana shu narsamiz. Endi ko'p gapirish niyatimiz yo'q. Aynan o'sha bo'layotgan natijani, nimadan bo'layotganligini bir aytib o'tay. Agar kimdir mana shu sohada ishlaydigan bo'lsa, o'zini hayotiga tatbiq qilsin degan ma'noda bu videoni olishga qaror qildim. Mana shunday zavodlarda, qiziqarli joylarda va yaxshi mana shunaqa ishlar qilishga qiziqadigan insonlar albatta YouTube'dan mana shu ishiga qo'shimcha juda ham katta daromadlarni nima qilsa bo'ladi, topsa bo'ladi. Faqat sabr bilan, tartib bilan, rejim bilan, o'sha YouTube ilmi bilan borish kerak bo'ladi. Demak, bugun ko'rib o'tmoqchi bo'lgan narsalarimiz mana shulardan iborat edi. Keyingi videolarda ko'rishguncha xayr, sog' bo'ling, salomat bo'ling.